Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Uz ishlangan jonsining navbatdagi buyurtmasi asosida kachol yasab tugatildi. Navbatdagi buyurtmamiz Samarqand viloyatidan kelib tushdi. Demak, ko'mirda asosan ko'mirda ish faoliyatini olib borayotgan kachol buyurtma asosida qabul qilingandi. Mana ko'rib turibmiz, kacholimiz tayyor bo'ldi. Buyurtmachimizning buyurtmalariga asosan xuddi shu ko'rinishda kachol buyurtma qilganlar. Xo'p, kacholimiz ichki ko'rinishi bilan tanishtirib o'tamiz. Eshiklarimiz 2 qavat, yuqoridan ko'mir solinadi. Kacholning ichki strukturasi hop, havo kanallari, ventilyator purkaydi, havo kanallarida havo kirib keladi va ko'mir yonishini jadallashtiradi. Ko'mir orqadan aylanish uslubi, ya'ni issiqlik orqadan aylanish uslubi asosida bu kachol ishlaydi. Hop, kacholda tozalash eshiklari quyidagi ko'rinishda joylashgan. Bu yerda ham 2 qavat eshik. Bunday ko'rib turibmiz. Teplobmenliklarimiz ayni ko'rinishda. Demak, issiqlik pastga qarab harakatlanadi va bu kameradan chiqib kelib kacholning ichini tark etadi. Jarat bo'yniklar qo'yilgan. Xo'p, pastki eshigimiz. Pastki eshikda ham shu holat takrorlanadi. Ko'rib turibmiz, kulxona yuqorida shlak hosil bo'lsa, ayni ko'rinishda shlaklarni olgan holatda yana bo'ynik qo'yib qo'yamiz va eshigimizni yopib qo'ygan holatda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Pastki eshiklar ham germetичный. Kacholimiz zaklopkalari qo'yilgan. Kacholga 3 mm qalinlikdagi demak, listlardan mahsulot ishlatildi. Mo'ris orqadan komplektda traynik qo'shib beramiz. Ventilyator, termostat. Hop, talabga qarab chap taraf, o'ng tarafdan demak, ventilyator bilan termostatni o'rnatib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kacholimizning ko'mir sig'imi 50 kg hosil qiladi. Kacholimiz narxi 2025-yil bosh hisobidan 6 million so'mga narxlandi. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.